ayol kishining aqli va dini kamtikdir degan hadis haqida ilmiy mulohiza. Ustoz Muhammad Ibrohim Zaydan, tarjima qilguvchi Nuriman Hamdullah. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurban hayitda yoki ro'za hayitda namoz o'qiydigan joyga chiqdi. Hayit namoziga kelgan ayollarning yenidan o'tganda, "Ey ayollar jamoasi, sadiq qilinglar, chunki men do'zax ahlining ko'pchiligi sizlar ekanliklaringizni ko'rdim" dedi. Ayollar, "Nima uchun shundoq ey Rasululloh?" deb so'ravdi. Rasululloh, "Sizlar to'liq qarg'aysizlar, yaxshiliklarga tanisizlar, o'zini to'xtatgan zirak erlarning beshini sizlardanmi aylandira oladigan, sizlardanmi aqli qisqa, dini kamtik odamni ko'rmadim" dedi. Ular, "Bizning aqlimizning qisqaligi, dinimizning kamtiligiga qandaq ey Rasululloh" deb so'radi. Rasululloh, "Ayollarning guvohligi erlarning guvohligining yarmiga teng emasmi?" dedi. Ayollar, "Shundoq, yarmiga teng" deyishdi. Rasululloh, "Ani shu aqlning qisqaligidan ayollar hayız ko'rgan chaqlarida namoz o'qimaydi, ro'z tutmaydi emasmi?" deydi. Ayollar, "Shundoq tutmaydi" deyishdi. Rasululloh, "Ani shu dinning kamtikligidan" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bu hadisda ayol kishining o'rni va qiymatini tushirish yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar deyish orqali ustunlikning o'lchimini taqvolik qilib bekitdi. Ba'zilar bilmasdan yoki qasdan payg'ambarimizning ayollarga qilgan so'zini va ularni aqliy va dini kamtik deb sifatlaganligini xato tushunib oldi va uni islomning ayollarga zulm qilganligiga dalil qildi. Vaholanki, islom dini bundoq tomdoq tushunchadan xolidir. Undaq degichilarning holi Alloh taolaning namoz o'quvchilarning holi g'avoyi degan so'zini uzib olib o'qigan kishining holiga o'xshaydi. İslam universitetlerinde leksiya so'zlagichi ustoz Muhammad Ibrohim Zaydan bu nuqtaga ishorat qilib mundaq deydi: "İslam diniga yomon ko'zda qarag'uvchilar quturishib, islom dini haqiqatan er kishi bilan ayol kishining orasini ayirdi. Ayol kishini er kishining yarmiga teng qiladi. Ayol kishining aqli va dini kamtik deb qaraydi" deyishidi. Biz yuqorqi hadis haqida izlanmoqchi bo'lsak, hadis haqida qilingan so'zlarga qarata o'zimizni mudofaa qilish niyatida yoki hadisda deyilgan so'zlardan xijillik tuyg'usida bo'lmasligimiz, balki bu hadis va boshqa sahih hadislardagi bir qism asosiy nuqtalarga inchga qarab chiqishimiz kerak. Birinchidan, agar hadis sahih bo'lsa, uningdan xijil bo'lishimizning hojati yo'q. Chunki u islomning cho'qqisi. Uningga taslim bo'lish, to'liq tasdiqlash va to'g'ri tushunishga urinish vojib. Qalbimizda buningga nisbatan hech bir siqilish bo'lmasligi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan biz behuda ishga kirishib qolgan bo'lamiz. Shunga avval taslimiyat va tasdiq bo'lishi, ondan tushunishga urinish bo'lishi kerak. Ikkinchidan, hadisdagi o'zini to'xtatgan zirak erlarning beshini sizlardanmi bakrak aylantiradigan, sizlardanmi aqli qisqa, dini kamtik odamni ko'rmadim degan so'zning teksti va u so'zning deyilish munosabatini tadqiq qilish uchun hadisning deyilish sababi, hadisning kimga yuzlanganligi va hadisning umumiy siyoqiga qarashimiz kerak. Hadisning deyilish sababiga kelsak, bu hadis ro'za hayit yoki qurban hayitda ayollarga xos vaznasiyat so'rindi deyildi. Biz Rasulullohdek katta axloq egasidan bunday katta so'rinda ayollarning qimmatini tushiradigan so'zlarni qilishini kutumizmi? Shuning bilan birga u vaqtdagi muhit yumshoq muomala va chaqchaq qilishni taqozo qiladi deyilmaymiz. Buni ayollarning Rasulullohdan bizning dinimiz va aqlimizning kamtikligi qaysi deb so'raganligidan bilalaymiz. Bu hadisning kimga qartilganligiga kelsak, bular ba'zi madinalik ayollar bo'lib, ko'pinchisi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ular haqida biz Quraysh jamoati ayollarni boshqaratdik. Ansarlarning qishiga kelganimizda ularni ayollari boshqardi ekan. Buni ko'rib bizning ayollarimiz-mu ansar ayollarini do'rashga boshladi degan ayollardir. Mana bu ahvol payg'ambar alayhisalomning o'zini to'xtatgan zirak erlarning beshini sizlardanmi bakrak aylantirib o'tadigan, sizlardanmi aqli qisqa, dini kamtik odamni ko'rmadim deyishiga sabab bo'lganligini bayon qiladi. Hadisning tuzilishiga qaraydigan bo'lsak, hadisning tuzilishi umumiy qoida yoki umumiy hukm bekitish tariqasida emas, balki ansar ayollarda bor bo'lgan bir-biriga zid sifatlardan ta'jjublanish holatiga yaqindir. Chunki ayollar Allohning ojiz bandalari bo'lishiga qaramasdan, ba'zida irodasi kuchli erlarni boshqara oladigan ayollar bor. Bu yerdagi ta'jjublanish Allohning buningdagi hikmatiga ta'jjublanishdir. Bizning bu nuqtadan chiqaradigan xulosamiz bo'lsa, Rasululloh bu munosabatda ayollarga siliq muomala qilish orqali umumiy jihatdan muloyim bo'lish yo'lini ochdi va qilinmoqchi bo'lgan vaznasiyati uchun qalblarni ochdi. Shuning uchun aqliy va dini kamtik degan so'z birla qatim deyildi. Shundaqla mayl ayollarning oldida bo'lsin yoki erlarning oldida bo'lsin, muqarrarlashtirishni ifodalaydigan mustaqil holatda deyilmadi.
Üçüncüdün, Resulullah'ның aqli ve dini kemtük degan sözünü tushunishda bir qancha ehtimolliklar bor bo'lib, bular: birinchi, ayollarda yaratılışdilla aql, iqtidor, tushunish saviyasi va aqli emgaklarni o'z ichiga olgan fitriy kemtüklik bor degan ehtimollik. Kuzatish, muloyiza qilish va tarixning buning aksini isbotlashi bilan rad qilinadi. İkinci, cho'nqur tushunish, tahlil qilish kuchi, atrofliq bilish va hokazolarga o'xshash ayollarga xos bo'lgan bir qism aqliy iqtidorlardagi fitriy kamtiklikmi o'xshash sabablar tufaylidan rad qilinadi. Uchinchi, ayollarda ko'riladigan hayz ko'rish, qo'zoq ko'tarish va buningdan boshqa ahvollardagi tabiiy o'zgarishdan kelib chiqqan vaqtliq ojizlik yoki tug'ish, emitish, bolalarni tarbiyalash, yo'ldoshi va oilasiga ko'ngil bo'lishga o'xshash ayol kishi duch keladigan umumiy hayot sharoitining natijasidagi uzun muddatlik ojizlik, sirtqi dunyoni to'liq tushunmaslik va iqtisodiy, siyosiy, ichki tashqi ijtimoiy ishlarni to'liq bilishdan ojiz kelishga olib boradi. Hadisning ilgirki tushunchaga tayangan holatdagi tuzilishi uchinchi ehtimollikning Rasulullohning maqsadiga texmi yaqin ekanligini ko'rsatadi. Resulullah'ның ayollarning aqlning kamtikligiga ko'rsatgan misoli ularda vaqtliq yuz beradigan kamtiklikni kuchlantirishimizga yordamda bo'ladi. Kamtiklik qaysi jihatda bo'lishidan qat'iy nazar, ayollarning aqliy quvvati va iqtidori o'ziga belgilangan asosiy mas'uliyatlarni ko'tarishga va erlar bilan o'rtaq mas'uliyatlar, ya'ni Allohning oldidagi insonlik mas'uliyati, jinoiy ishlardagi mas'uliyati, jazoni ustiga elish, haq talab mas'uliyati, mol-mulkni tasarruf qilish va savdo qilish haqqi, vasiyat qilish haqqi, ilm elish haqqi va hadislarni rivoyat qilish haqqi. Shundaqla Abu Hanifa roziyallohu anhu to'xtalgandek, mol-mulkka hukm qilish haqqini ustiga elishiga daxl yetkazmaydi. Fathul Barida mundaq deyilgan. Ibn Munzir mundaq aytadi: "Olimlar, sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar rozi bo'ladigan kishilardan bir er va ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar" degan oyatning zohiriga birlikka kelib, ayollarning erlar bilan birga guvohlik berishiga ruxsat qildi. Ko'pchilik olimlar bo'lsa, buni haq talab va iqtisodiy muomalalarga xos qilib mundaq dedi: "Had, hudud va qisosda ayollarning guvohligi joiz bo'lmaydi. Nikoh, taloq, nasab va ig'dorchilikda olimlarning ko'z qarashlari har xil bo'lib, ko'pchilik olimlar cheklagan bo'lsa, kufalik olimlar joiz deb qaradi va erlar xabardor bo'lish imkoniyati bo'lmagan hayz, tug'ut, yangi tug'ilgan buvoqlarning yig'ilishi va ayollarning jismoniy jihatdagi ayblari qatorliq ishlarda ayollarning guvohligini qabul qilishda birlikka keldi va imildoshlikqa aloqador hukmlarda farqli ko'z qarashlar bo'ldi." Ibn Rushdi bu haqda mundaq deydi: "Ko'pchilik olimlar ayollarning had-hudud ishlaridagi guvohligini qabul qilmaydiganligiga birlikka keldi. Zahiriylar mundaq dedi: ayollarning guvohligi ayollar birdan ko'p bo'lib, ular bilan bir er kishi birga guvohlik bergan bo'lsa, har qanday ishda qabul qilinadi." Abu Hanifa mundaq deydi: "Ayollarning iqtisodiy muomalalar haqida guvohligi va taloq, raj'i, nikoh va qul ozod qilishga o'xshash odam badaniga aloqador hukmlardagi guvohligi qabul qilinadi." İmam Malik rahimahullahның qarashicha, odam badaniga aloqador hukmlarda qabul qilinmaydi. Ammo ayollarning erlar bilmaydigan tug'ut va yangi tug'ilgan buvoqning yig'ilishi, ayollarning jismoniy jihatdagi ayblari qatorliq badaniga aloqador haq-huquqlarida ayollarning yolg'iz guvohlik berishi ko'pchilik olimlarning qarashida maqbuldir. Faqatla imildoshlikqa aloqador hukmda o'xshamagan ko'z qarash bor. Ibn Hazm Al-Muhalla nomli kitobida mundaq deydi: "Zina uchun guvohlik berganda adil musulmon 4 er kishi yoki har bir er kishining o'rniga 2 adil musulmon ayoldan az bo'lsa qabul qilinmaydi. Ya'ni 3 er va 2 ayol yoki 2 er va 4 ayol yoki 1 er va 6 ayol yoki 8 ayoldan az guvohlik qabul bo'lmaydi. Uningdan boshqa had hudud, xunga munosabatlik bo'lganda qisos, nikoh, taloq, yarishib olish, iqtisodiy muomalalarga munosabatlik haq-huquq ishlarida 2 adil musulmon er yoki 1 er va 2 musulmon ayol va yoki shuningdek 8 ayol bo'lmoqcha guvohlik qabul bo'lmaydi. Jazodan boshqa ishlarda adil 1 er yoki 2 ayolning guvohlik talab qiluvchining qasmi bilan qabul bo'ladi. Imildoshlikda adil yolg'iz 1 ayolning yoki adil yolg'iz 1 erning guvohligi qabul bo'ladi.
Hozirgi zaman olimlaridan Muhammad G'azali rahimahulloh islom haqidagi 100 sual nomli kitobida Doktor Yusuf Qarzaviyning Zamonaviy fatvolar nomli kitobining 2-qismida Ibn Hazmning ayol kishining guvohligi haqida bu ko'z qarashiga qo'shilganligini bildirgan. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi. Ustozimiz Ibn Taymiya rahimahulloh mundaq degan: Alloh taolaning agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar rozi bo'ladigan kishilardan bir er va ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning biri unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi degan so'zida ikki ayolning bir er zotining o'rnida guvohlik beradiganligiga dalil bor. Bundaq qilish ayollarning biri ezib ketsa, yana birining aslatishi uchundir. Bu yerdagi aslatish unutib qolish va esda tutilmaslikdan iborat normal holatdagi esib ketishni ko'rsatadi. Erlarning yerimi hisoblanmasdan o'zi yolg'iz holatda guvohlikka qabul qilinadigan, xatolashdan ansirmaydigan guvohliklar ayol kishi o'z ko'zi bilan ko'rgan, qo'li bilan tutgan yoki quloqi bilan anglagan, aqlga bog'liq bo'lmagan ishlardir. Masalan, tug'ut va buvoqning yig'ilishi, emitish, hayz va kiyimning ichidagi ayblar. Odatda buningga o'xshash ishlar unutilmaydi va uni bilish qarz va uningdan boshqa iqrorlarni tushuntiradigan so'zlarning ma'nolariga o'xshash aqlni ishlatishga muhtoj bo'lmaydi. Chunki bular aql qabul qiladigan ma'nolar bo'lib, tafsiliy bilishga uzun vaqt ketadi. Agar bu qaror qilinsa, bir erning guvohligi va javobgarning qasmi qabul bo'ladigan har qanday o'rinda bir er va ikki ayolning guvohligi qabul qilinadi. Ata va Hammad ibn Abi Sulaymon mundaq deydi: Had hudud va qisosda bir er va ikki ayolning guvohligi qabul qilinadi. Bizning nazarimizda shu guvohlik bilan nikoh va qul ozod qilishda hukm qilinadi. Buni Jabir ibn Zayd, Iyas ibn Muaviya, Sha'b, Savri va Ra'i egilari bo'lgan Abu Hanifa va uning ashablari rivoyat qilgan. Shuningdek, ikki rivoyatning biriga asosan to'lamni vojib qiladigan jinoyatlar haqida bu qarash rivoyat qilingan. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: Adil bir ayol kishi rostchilik, omonat va diyonatda er kishiga o'xshash. Faqatla uningdan savallik va unutib qolishdan qo'rqilganligi uchunla o'zining o'qishi bilan kuchlantirildi va ashu uni ba'zida bir erdan yoki uning o'qishidan kuchli qiladi. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: Adil bir ayol kishi rostchilik va omonat va diyonatda er kishiga o'xshash. Faqatla uningdan savallik va unutib qolishdan qo'rqilganligi uchunla o'zining o'qishi bilan kuchlantirildi va ashu uni ba'zida bir erdan yoki uning o'qishidan kuchli qiladi. Ummu Darda va Ummu Atiyaning guvohligidan foydalangan faraz qilish u ikkisidan boshqa bir erdan foydalangan taxmin qilishdan kuchli ekanligida shak yo'q. Ayol kishining guvohligi haqidagi bu hadis alohida tadqiq qilishga ehtiyojli bo'lib, biz hadisni yaxshi tushungan va uni hayotiy sharoitlarda to'g'ri o'ringa qo'ygan fiqhshunoslarning yuqoridagi so'zlari bilan kifoyalanamiz. Biz bugungi kunda Qur'on oyatlari va hadislarni salaf solihlarning tushunchasi bilan to'g'ri yo'lni talab qilgan holda chuqur tushunadigan va shuning hammasini biz hozir yashayotgan real hayotga tatbiqlaydigan kishiga eng ehtiyojli. Biz ashulardek ulamoga, ya'ni bizning hozirgi hamma qiyinchiligimiz uchun Qur'on, sunnat va salaf solihlarning tushunchasi orqali to'g'ri tushunish va saqlam hal qilish usulini beradigan olimlarga nima degan ehtiyojli? 4-dan, Payg'ambar alayhissalomning dini kamtuk degan so'zning tafsiri va dalolati bo'lsa, bekitilgan ish bo'lib, hayz va nifos kunlarida roza va namozning kam bo'lganligi bu kamtuklikning vaqtliq ekanligini va ayol kishining hayotida davomli bo'lmaydiganligidir. Shuningdek, bu ish hayz kesilgan ayolda mavjud emas. Mu'min ayol bu sinoqlarga sabr qilsa, ajrga erishadi va uning kamtuklikning o'rnini Qur'on anglash, duo va zikrlar bilan pokizlangandan keyin bo'lsa, nafli ibodatlarni ko'p qilish bilan to'ldira oladi. Bu hadisning tadqiqoti haqidagi ilgirki so'zimizda deb o'tganimizdek, biz Payg'ambar alayhissalomning kamtuklikning ma'nosi haqidagi tushuntirishning chegarasida to'xtalishimizning lozimligini, har qanday ahvolda siziqdan o'tib ketmasligimizning lozimligini bilishimiz kerak. Agar biz bu tafsirdan va chegaradan o'tib ketsak, ehtimolliklarning sirliq o'rdisiga kirib qolamiz va chunqurlash cheklangan mujmallikka tushib qolamiz. Shunga biz ayol kishi sifatlanadigan hadislarga to'g'ri amal qilishimiz, Payg'ambar alayhissalomga va ashabi ikramlarga nisbat berilgan o'ydirma va zaif hadislarning keyindan mangmasligimiz kerak. Shayx Nasruddin Albani o'zining Ojiz va to'qilma hadislar zanjiri nomli kitobida bu turdagi bir qator hadislarni keltirgan bo'lib, tuvanda ulardan bir nechini tilga olib o'tamiz. Birinchi hadis: ayollarga yezishni o'rgatmanglar, ularni yotoq uyda turg'izmanglar. Ikkinchi hadis: ayollarga itoat qilish nadomatdir. Üçüncü hadis: ayollar bo'lmagan bo'lsa, Allohga haqiqiy ibodat qilinadi.
4-cü hədis: ayollarga məsləhət silinglar və ularning deganinin qarshisini qilinglar. 5-ci hədis: ərlər ayollarga itoat qilganda halak bo'ladi. 6-cı hədis: sening eng cho'ng düşmənin ayolingdir. 7-ci Ömər ibn Xattabning so'zi: ayollarning ishlariga qarshi chiqinglar, chunki ularga qarshi chiqishda barakat bor. Va buningdan boshqa islomni satlashtiradigan, musulmonlarning aqlini bulg'aydigan va islomning ayol kishi uchun tanlagan obrazini o'zgartiradigan hadislar va so'zlar bor. Shunga biz sahih hadislarni to'g'ri tushunishimiz lozim.